Siz kelinni olganingizdan keyin hoy qaynatalar quloqinglarni ochinglar. Kelinni olganingizdan keyin nikohlab mahrini bergandan keyin o'g'lingiz endi sizni qudangiz hech narsa olib bermaydi. Beshiga ham olib bermaydi, hech narsa olib bermaydi. O'zingiz olasiz. Beshigini ham erkak shunaqa bo'ladi. Uyini ham hamma bitta otani haqqi bo'ladi, onani haqqi. Nima? Borib 15 kunda ko'rib keladi ota-onasini. Tamom. Undan bir narsa olmaydi. Siz qiz uzatgandan keyin televizor qilib berishingiz, beshik qilishib berishingiz hammasi johiliy odatlar. Bular yo'q shariatimizda. O'zi qilish kerak. Men uylandimmi erkak? O'zim beshikni ham o'zim sotib olishim kerak. Xotinimni kontraktini ham yo boshqa hammasini o'zingiz to'lashingiz kerak. Shunda erkak musulmon bo'lasiz. Yo'q, unday qilinmayapti. Kasal bo'lsa oysinikiga olib borib qo'yadi. Tuzatib beringlar deb. Sen erkakmisan, qanaqasan? Qaynotasiga olib borib berishadi kasal bo'lsa. Kasalligida ham kerak xotinimiz, sog'ligida ham kerak.